Marketda tovarni qanday to'g'ri kartochkasini joylashtirish haqida video qilamiz. Mana yo'qasam boshladik. Hop, birinchi toifani tanlaymiz. Toifa bizda hozir tayyor holatda tezlashtirish maqsadida tayyorlab olganmiz. Boshqa oknaga shu yerdan ko'chiramiz. Sizlar o'zlaring yo'nalishlaring bo'yicha o'zishlaring mumkin, qaysi kategoriyaga to'g'ri kelsa. Hop, biz mebel, stullar tabletkalar yo'nalishida qabul qilishni bosamiz. Tovari nomini mana bu yerdan o'zbekchasini ko'chirib olamiz. Ruschasini ko'chirdik. E'tibor qilamiz, tovari nomi mana shu boshida yaxshi yozilsa, algoritm yaxshi ko'taradi. Xo'p, ishlab chiqaruvchi mamlakat qaysi davlat bo'lsa, shu davlatni topib qo'yasizlar mahsulotlarning. Biz O'zbekistonga o'zimiz ishlab chiqarganligimiz uchun biz O'zbekiston deb belgilaymiz. Brend, qaysi brendga mos bo'lsa istalgan brendni qo'yishingiz mumkin. Topib o'zingiz mahsulot qaysi brendda bo'lsa, lekin brendda ham alohida dokumentlari bo'lishi kerak. Xo'p, brend bo'lsa mavjud emas bosamiz va algoritm buni ko'tarishligi uchun biz buni qayergadir boshqa yo'nalishlarda ko'rsatmaslik uchun imенно mana shu yo'nalishda zoom market ko'rsatish uchun mana tabletga deb belgilaymiz. Bu joy eng muhim joyda. Hop, kafolat muddati 6 oydan istalgan oygacha, ya'ni biz qo'yamiz 36 oy. Xo'sh, 36 oy qo'ysak, yo'q, 24 oygacha ekan. Kelinglar 24 oy qo'yamiz. Endi mana bu yerda asosiy joyda SEO optimizatsiya, rich content degan narsalar bo'ladi. Buni bu biz klientga, ya'ni xaridorga ko'rinmaydi, lekin algoritm uchun to'ldirishimiz kerak. Bu joyda ham tayyor ko'chirib olamiz. Mana e'tibor qilinglar. Videoni to'xtatib ko'rishlaring ham mumkin. Hozir video cho'zilmasligi uchun men tez harakat qilib ketyapman. Mana tabletga, yog'och tabletga virgul, hammom uchun tabletga virgul. Shunday qilib algoritmga moslab qo'ysangiz, savdo hajmingiz yanada oshadi. Xo'p, endi mana bu yerda tovaringizning xususiyatlari va afzalligi haqida aytib bering. Ya'ni xarakteristika, opисание haqida so'rayapti. Bu yer ichida birolar rich content ham kirib ketadi rasm orqali. Biz buni shunday kopirovat qilamiz, hammasini to'liq bu yerga shunda olib o'tib joylaymiz. Mana videolargacha o'tdi, rasmlargacha o'tdi. Endi shu holat rus tilidagi holatidan o'tkazamiz. Buni ham kopirovat qilamiz. Buni asli o'zingiz qaysi tovarni sotayotgan bo'lsangiz, shunga moslab qo'yib chiqasiz. Rasm hajmlari bor. Rasmga mana bunaqa yozuvli, ya'ni insonlar tushunadigan holatda qilib qilish kerak. Xo'p, endi mana bu yerda tovar rasmi mana e'tibor qilamiz. JPG WebPing 750.3/4 5 megabaytdan katta emas deyapti. E'tibor qilamiz. 5 megabaytdan katta emas. Biz buni tayyorimiz bor. Bu yerdan ko'chirib olamiz. Ya'ni buni saytlari bor. Bu saytlar bo'yicha ham hali gaplashamiz. Mana joylada bu yerga bitta rasm yetadi. 10 ta 15 ta rasm qo'yish shart emas. Mana bu yerda video 1080 ga 1443 megabaytdan katta emas. Shunaqa hajmda tayyorlanishi kerak. Tayyorlashni ham hali video darslik qilamiz. Hop, video qo'ysangiz yana ham algoritm teparoqqa olib chiqadi. Endi xususiyat qo'yish, ya'ni rang qo'yish. Qaysi rangda bo'lsa tovaringiz, o'sha rangga belgilab ketasiz. Deylik, biz limon rangini qo'ydik. Mana bu yerda limon rang. Bunga alohida daqiqa qo'yib keting deyapti. Mana biz deylik bitta rasm qo'yamiz va bu yerga istalgancha rasm qo'yish mumkin. Adashmasam 10 tadan ko'pmasmikan? Xo'p, ranglarni yana qo'shib ketishingiz mumkin. Yana qo'shimcha xususiyatlar. Qaysidir razmer, boshqa kiyim-kechak kategoriyasi, poyabzal kategoriyasida mana shu joyda to'ldiriladi. Xo'p, endi mana bu yerda tovar xususiyatlari. Bu endi mana mijozga ko'rinadigan joyda mahsulot haqida gapirib berish kerak. Bizda yana tayyori bor bu tomonda. Shuni olib o'tamiz.
buni ko'plab yozish mumkin. Bu yerda o'tganda video cho'zilmasligi uchun oz bitta qilib joylab ketaveramiz. O'zbekcha ruscha holatida. Xo'p. Endi o'lcham setga qo'sh, ya'ni o'lchamini qo'l orqali yozishingiz mumkin, yoki qaysidir rasmda infografikada bergan bo'lsangiz, shuni qilishingiz mumkin. Bizda tayyori bor deb aytdim, mana qo'ydik o'lchamini. Yana qo'yamiz. O'zbekchasiga qo'ydik, endi ruschasiga qo'yamiz. Qo'yildi. Endi tarkibi nimalar borligi, mana bu yerda yozib qo'yilgan qarag'ay yog'ochdan tayyorlangan. Tayyor rasmlari bilan biz yana kopirovat qilib tomonga olamiz o'zbekchasini. Endi mana bu yerda ruschasini qo'yamiz. Xuddi shu holat. Ruscha variant. Xo'p. Kirdik, qo'ydik. Endi foydalanish bo'yicha yo'riqnoma. Qanday foydalaniladi? Qayerlarda foydalaniladi? Qanday foydalaniladi? Shu bo'yicha ham aniq ko'rsatma berib ketamiz. Mana bu yerda qo'yganmiz biz. O'zbekcha ruscha variantini hozir albatta biz o'zbekchasini ko'chiryapmiz. O'zbekcha tarafiga mana qayerlarda foydalanish haqida. Endi shuni ruschasini olib qo'yamiz. Hurmatli foydalanuvchilar, mana shu joylashtirishda, tovar joylashda juda e'tiborli bo'ling. Maqsad uzunda savdo qilish. Bu yerda xato qilib pul yo'qotish emas. Endi mana saqlashni bosamiz. Saqlash va davom etish. Mana ikkinchi yo'nalishga o'tdi. Endi eski qo'yamiz. Bunga eskiga istalgan o'zimiz topadigan so'zni qo'yishimiz mumkin. Biz bu yerda misol taxminiy qo'yib ketyapmiz. Siz o'zingiz istaganini qo'yasiz. Dunyo 55. Istagan narsangizni qo'yishingiz mumkin. Mana limon rang. Endi mana bu yerda seller kodi, ya'ni o'zingizning kodingiz, qaysidir kodingiz bo'lsa, ya'ni o'zingiz o'ylab topasiz. Tug'ilgan kuningiz, yilingizni bitta qilib yozsangiz ham bo'ladi, qaysidir ma'noda, yoki bitta nomer qo'yib tashlasangiz ham bo'laveradi. Bu ham qayerda kerakligi bo'yicha ko'rsataman. Mana biz qo'yamiz 090909 qilib. 309. Endi mana bu yerda mexkod, ya'ni tasnif o'zidan olinadi. Bu mexkod tasnif o'zi beradi. Qaysi kategoriyada bo'lsangiz, mana hozir biz tayyor tomondan olayotganimiz sababli mexkodini ham ko'chirib olaveramiz bu yerdan. Shu holatda videomiz ancha minut ko'payib ketyapti. Joyladik. Endi buni kengligi, og'irligi shu haqda yozib ketishimiz kerak. Bu juda muhim joyda. Kengligi 170, 350, 25 bo'lsa, uzunligi 350, balandligi 25, vazni 1300. Yana qaytaraman, bu shunchaki sizlarga qanday jarayon ketish haqida. Bu kartochkani hozir to'g'irlab biz savdoga chiqarib yubormaymiz bu turishda. Kamchiliklarni yana ustida ishlaymiz. Eng asosiy o'zak joydan aytyapman sizga. Endi bu narxini qo'yamiz. Deylik 150 ming so'm. Chegirma berasiz istaganingizcha. 25 ming so'm deylik. Xohlasangiz berasiz, xohlasangiz berasiz. Bu majburiy emas. Xo'p. Endi qayerdir to'ldirma deyish kerak. Bu tomonda bizga saqlashni bermayapti hozircha. Mana bu yerda 25 emas, 250 mm qo'ydik. Mana saqlash va davom etish. Xo'sh, saqlandi. Xo'p, endi yakunlaymiz. Noto'g'ri to'ldirilgan kredit qiymatiga kiritish. Qaysidir joyda noto'g'ri ketdi buni. Yo'q, bu saytda o'zini xatosi ekan. Mana shuni orada ishlamaydi. Mana bu yerda mana tayyor bo'ldi. Endi buni Zoom Marketda ochib ko'ramiz. Qay holatda ochiladi? Hoppa. Ochildi. Mana opисание, hammasi bor, rich content.
Xo'p, bu yerda mijozni ushlab qolish haqida ham batafsil tushunchalar berib o'taman keyingi videolarda. Mana razmer, sostav. E'tibor qilamiz, professional kontent mana shu holatda bo'ladi, lekin bu professional emas, bu faqat shunchaki asosiy o'zak joyini ko'rsatib ketdim. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda kengroq ma'lumot beramiz kartochka haqida.